Hello do'stlar, men o'sha Cruz. Yana bugun sizlar bilan biz video olamiz. Katta Jimaslarmi, opchalarim? Solihaga aytma, olmasin. Shu joyni ko'rsatamiz. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan survivalda выживание qilamiz. Hajim o'tir. Do'stlar, videoni to'xtatib turishga majbur bo'ldim. Unda to'xtatmas edim. Tosh. Nega? Bizga hozir temir kerak. Undan keyin oltin, undan keyin olmos, undan keyin bomba. Bomba bo'lsa yaxshiroqda do'stlar. Hamma joyda bemalol portlatib, keyin temirlar tezroq topasizlar do'stlar. Sizlarga ham shu usulni qo'llashni maslahat beraman. Keyin aytgancha, siz ko'p telefon o'ynamang. Yo, WhatsApp do'stlar. Senin uyingda to'p bor. Do'stlar, mana biz video qildik. Do'stlar, kanalga obuna va like bosib qo'yinglar. Bu yerga loyiha qayerdan keldi tushunmadim. Kim degan savol bor bizda. Do'stlar, temir yo'q negadir. Bu versiyada temir kamdan kam bo'ladi. Bugungi kunim temir topish bilan o'tsa kerak do'stlar. Do'stlar, mana yana qaytdik. Videoni to'xtatmasdan qilyapti. Nima qilsam bo'larkan? Buni buzib, ikkinchi. Mashina. Oldin nima qilamiz? Maktabimiz, bitta sham qo'yamiz. Buni o'saramiz. Chimpankin bo'lib qoldi. Yo, normal qilay, mol bo'lmay yo'la. Do'stlar, tushunasizlar, hammada ham mol bilsalar. Shundayda bunday qilsam tushmaydimi? Tushmaydi. Do'stlar, sizlarga checker KB deb yozinglar. Pastki chiziqcha bor KBdan oldin. O'shanga obuna deb qo'yinglar. Endi mos qilamiz. Garang ikkita versiya kelsa bordim. Bu narsangiz bo'ldi. Mahal, hech narsa qilmaydi. Tosh. Jonga tegib tosh. Temir chiqsa bo'lmaydimi? Endi biz savolda. Temir. Do'stlar, bu versiyada temir kam bo'lsa kerak. Kamdan kam. Temirdan o'zi qo'yish kerak sizlarga. Hozir kitobga o'rnatish kerak temir. Minecraftda. Do'stlar, nima qilsak bo'ladi? Shimolda yo'lda tashaymikan, o'ldirmasdan tashaymikan. Короче, do'stlar, men boshqa uyga kiraman. Do'stlar, bo'ldi. Videoni to'xtatmoqchi edim. To'xtatib qo'ymoqchi edim. Bo'ldi.
Do'stlar, shuni aytsalaring boya meni oyog'imga ona kirib ketdi, mix kirib ketdi. Yo, ona nima ular? Bu shu yerda nima ishlayapti endi? Boshqa nima ham qilardim. Yumurt beramiz. Sizlar bilan birga. Do'stlar, qo'shimcha bidrokka kelganmidim. Olmaz çıkış gerek. Do'stlar, yana videoni oldirdim. Oh. Ne yapsak onu ne yapayım do'stlar? Kimime çıkmadı do'stlar? Çıkmadım. Bu sezgandek oldu mu? Hoş bir görmek için desem. Çok geçmedik bende dostlar. Başka ne kılardık? Ne böyle olmaz yok mu bunu? Oramana doğuş şükremiştiler. Kim o sen birden çıktı ne yapmayadı? Seni taraflı bu. Sonra. Dostlar, buraların ismini ne dedi? Kaltartırıp aytaylar. Yaman narsaydı onu. Geçebilirim mesela. Böyle çıksam ailemi. Yok abi. Aslatlarım yiyelim. Dostlar, onun hürmet kalay senin mi oldu böyle? Yok mu yaptım aşım oldu diye. Satı oraya gidilmez. Satı olmayı de. Uşak. Yeni malım bu seferin soğudu verdim. Ayda senin gelen kardeşim. Örümcelerde öyle kurulum ben de. Sen içeriyorum. Kız bola kız bola. Oğul bola bu ne mutlum yani. Kız bola ukan bu. Uşan da uşum gerek. Lekin bilmiyorum. Çünkü yakın kılamam. İyi dostlar bana. Wow, kızıl kitaplı kırılgan. Bizde temirimiz. Kamdan kam holatda topiladi bu temir. Bilsalaring temir topishdan osonroq olmasdi. Shuni suvga tushasizlar. Shuni pastga qarab kavlab ketaverasizlar. Tepalaringni olib qo'ysalaring bo'ldi. Bu 8 temir. Wow, necha zo'r endi. Necha zo'r. Hozir yana temir kerak. Nima aytaman men? Panching. Mana shu oxirgi lekin bor. Mana shu kirgani oxirsini yo'qotaman desam o'ynayapman. Dostlar, mencha ko'p gapirasizlar desalar, chunki yonimda hech kim yo'qda. Mazza gaplashaylik deymanda. Biz jonim yaqinda yo'q bo'ladi. Kezadi bu telefon. Shuning uchun akkauntimda boshqa yerim kelmayapti. Naqsamka telefonda yashirib qo'ysam sotolmaydimi? Yo'q, afsuski sotadi. Chunki hamma joyini qayerga bo'lsam yashirganman topiladi o'sha yerda. Bitta pis miqdor emas. Eng qizig'i men bugun balonimni teshib qo'ydim-da. Ketyapman tikon yo'q. Bir payt yer shunday balonimga qarasam, katta tikon bor ekan-da do'stlar. Shuni ko'rmabman. Ariqqa tushib ketgandim. Xafa bo'lmaysizlar yana shunaqa gapirsam. Ustimdan kulib o'tirmaylar yana bot ekan-da. Do'stlar, men ismimni hali aytmayman. 40 ta 50 ta obunachi bo'lsa keyin aytaman do'stlar. Shuning uchun tezroq harakat qilinglar, ismimni aytishga. Keyin o'zimni ko'rsatib video olaman. Aytgancha do'stlar, sizlar Jack
Agar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, eslaringdan chiqmasin. Unda u meni o'ldiradi. Chunki ularga boraman, keyin bang soladi aylantirib. Nimaga menga obunachilar ko'paymadi deb. Shuning uchun iltimos qilaman. Uni ham obunachisi menikidan o'zi. Kim bor aytgancha do'stlar? Mana qora. Rasmni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Nechta temir? 10 ta temir. Wow, deyman. Nimaga temir kam chiqyapti? Aytgan ko'rishib. Mashinalarda do'stlar, mashinaga blok ko'rsalaring, temir bo'ladi dedimmi? Demaganmidim? Do'stlar, ko'rmang, men aytganim degan blokda. Oilada bitta ikkita farzandmiz. Opcham bor. Men. Aytganim o'zlariga temir chiqadi dedimmi? Chiqadi. Bilatlarim. Ko'chada itim sho'xlab qo'ygan. Sindimi? Yasamaymikan? Do'stlarim, menga kiyinamiz aytadi. Nimaga bu taxtalar temirlar chiqmayapti? Lekin men shukr aytamanki, shuncha temir chiqdi. Do'stlar, aslida men yaxshi bo'laman. Jahlim